Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hormanglar sizlarga Yangiariq tumani hokimiyatining orqa tarafidan, ya'ni ko'rib shu orqa tarafda bilsangizlar, oxirida 3 dona sari dom bor. Ko'rib turganingizdek, ishi domda, ya'ni o'rta podyezdda 2-etajda 2 xonali 48 kvadrat metr yashashga tayyor kvartiramiz sotib chiqib turibdi. Dokumentimda muammosi yo'q. Bilasizlar, bu yerda mashina uchun parkovka, diskiya plashadkadan muammo yo'q. Farzandlaringiz uchun ham sizlar uchun ham удобный место bo'ladi. Bozor Bakcham yaqin bir adım bo'ladi. Gitib kelsa sizlarga yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Bismillah. Yo'rtmo'g'azin do'stlar, 3 kvartiramiz bo'ladi yana. 48 kvadrat metr, 2 xonali, girgerinizda перевозим uchun mestasi bo'ladi. Ya'ni chiqqanning 10 komandalik kvartira. Bu yerda mebellari qo'yilgan, перевозим и shkaflari bor. Xudo xolasa, bunda sanuser, izol, spalni, xullas, bonimiz yana zal bo'ladi. Zaldan hamma sharoitlari bor. Yo'rtmo'g'azin jaluzi pardalari, konditsionerlari oboydan chiqib turibdi. Tayyor yashashga tayyor do'stlar. Navqalada nav yetadi, uy egasi bilan savdolashaverasizlar. Ondan kelishamiz dedilar do'stlar. Bonimizda sanuser bo'ladi. Yana sanuser ham polностью kafe. Yomon emas. Arisollar ham bor. Bonimizda bir dona spalni bo'ladi. Va ikkinchi gilamlar ham ajoyib ekan degan gap yo'q. Akkuratning, xudo xolasa, zo'r kvartira. Bonimiz kuxnyasi, kuxnya mebellari qo'yilgan. Xullas, yashashga tayyor. Do'rgala mana bemalol yashasangizlar bo'ladi. Almashtiraversa, dokumentimda muammosi yo'q ekan. 48 kvadrat metr, 2-etajda Yangiariq tumani hokimiyatining orqa tarafida. Bahosini keladigan bo'lsak, 350 million so'mda tutib, endi yana kelishtirib beraman dedilar. Bemalol ekrandagi nomerlarga bog'lansangizlar bo'ladi. Bu videomizda esa shunday fayzli kvartira qarabilgan yaqin do'stlarga ulashib qo'yish yoddan chiqmasin. Salomlar.